Navbatdagi yangi mavzumiz ko'p xonali sonlarni birga ko'paytirish. Yondosh mavzu davlat. Xo'sh, ko'p sonli yig'indi birga ko'paytirish. Demak, bu mavzuni o'rganish jarayonida sonlarni birga ko'paytirishni o'rganamiz. Xo'sh, demak, yondosh mavzu davlat ekan. Davlat bir dona bo'lganligi uchun yondosh mavzu sifatida keltirilgan. Ko'p sonli yig'indi birga ko'paytirish. Xo'sh, mana bu yerda ortiqcha shaklni toping debdi. Xo'sh, mana shu yerdagilardan ortiqcha shaklni topamiz. Xo'sh, qaysi biri bu yerda ortiqcha? Xo'sh, diqqat qilamiz o'quvchilar. Mana bunisini qarang. Shuni xo'sh, R harfi desak, mana shuni R harfi desak, o'zimiz bilgan R harfi desak, mana buni ham tiklasak, ya'ni bu yog'ini boshiga ko'tarsak. Xo'sh, mana bu pastga qarab qoladi, bu ko'tariladi-yu, bu ham R harfi bo'lib qoladi. Xo'sh, endi buni bu yog'ini bu yoqqa tushiramiz. Xo'sh, bosh tarafini bu yoqqa tiklasak, bu ham R harfi bo'lib qoladi. Endi bunisini salgina egiltiramiz, ya'ni tiklaymiz. Demak, bu ham R harfi bo'lib qoladi. Buni, xo'sh, keling bu tarafini bu yoqqa tushiraylik, ya'ni pastini bu yoqqa tushiraylik. Bu yoqni bu yoqqa tiklasak, xo'sh, bu tik bo'ladi-yu, mana bu qorinchasi, xo'sh, chap tarafga o'tib qoladi. Ya'ni mana bunday shakl hosil bo'ladi. Mana bu shakl hosil bo'ladi. Xo'sh, yana qanday tiklash mumkin? Xo'sh, buni aylantirib, bu yog'ini bu yoqqa mana aylantirib bu yoqqa etsak ham, demak, buni aylangan payti yana shu shakl hosil bo'lib qoladi. Ya'ni bularga qarama-qarshi shakl hosil bo'ladi. Xo'sh, bularga qarama-qarshi shakl hosil bo'ladi. Ya'ni chapparra bo'lib qoladi biz uchun. Xo'sh, demak, ortiqcha shakl bu yerda birinchisi ekan. Demak, birinchisi bularga o'xshamaydi. Bular hammasi bir-biriga o'xshash, bir xil. Xo'sh, birinchi masala og'zaki ekan. Diyorada turli mamlakatlar fotosuratlari tushirilgan kartochkalar bor. To'plamda har birida bitta mamlakatning fotosuratlari bo'lgan 7 ta kartochka bor. Bu to'plamda hammasi bo'lib nechta mamlakat bor? Xo'sh, aytayapti. Diyorani qo'lida demak turli mamlakat fotosuratlari tushirilgan kartochka bor ekan. To'plamda har birida bitta mamlakatning fotosuratlari bo'lgan 7 ta kartochka bor. Diyoraning qo'lida demak 7 dona kartochka bor ekan. 7 dona kartochka. Xo'sh, kartochka. Xo'sh, har birida deyapti. Demak, har bitta kartochkani o'zida bitta mamlakatning rasmi bor ekan. Demak, har birida, har bittasida bitta mamlakatni, demak, bitta mamlakatni fotosurati bor ekan. Aytayapti, bu to'plamda hammasi bo'lib nechta mamlakat bor? Qarang, bittasiga bir dona mamlakat rasmi tushirilgan bo'lsa, 7 tasiga 7 dona mamlakatning rasmi tushirilgan bo'ladi. Demak, 7 dona mamlakat bor. Chunki bittada bitta, ikkitaga ikkita, uchtaga uchta va hokazo 7 donada 7 ta mamlakat rasmi tushirilgan bo'ladi. Ikkinchi masalamiz, bu to'rtburchakni daftaringizga chizing va uni tomoni 1 sm bo'lgan kvadratlarga bo'ling. To'rtburchakning yuzi nimaga teng? Demak, mana bu to'rtburchakni daftaringizga chizing deyapti. Demak, chizib olamiz va uni yuzi nimaga tengligini topamiz. Xo'sh, sizning daftaringizni har ikkita katakchasi 1 sm ga teng. Demak, bizga 6 ta kerak. 6 ta katakcha kerak enini yasash uchun. 1, 2, bitta, 2 ta, mana 3 sm bo'ldi. Xo'sh, bunaqasi 1 sm deyapti. Demak, 2 ta kerak. Xo'sh, mana shuni keling boshqatdan chizaylik. Xo'sh, 1, 2, 5, mana bu 6, bu yog'i 2. Mana o'quvchilar. Xo'sh, demak,
Negadir o'xshamayapti ya. Xo'sh, 4, 6 mana bu. Xo'sh, mana. Xo'sh, ana endi mana chizib oldik. Eni 3 cm. Bu esa 1 cm. Aytyapti, uni tomoni 1 cm bo'lgan kvadratlarga bo'ling. Mana tomoni 1 cm, demak har ikkitani 1 cm dedik. Mana egri ketdi, shuni to'g'rilaylik. Xo'sh, mana bitta, bunisi ikkita. Bu 1 cm, bu yog'i ham 1 cm. Mana kvadrat. Kvadrat biz bilamizki hamma tomoni teng. To'g'ri, to'rtburchakning yuzi nimaga teng? Demak, tomoni 1 cm bo'lsa, yuzasi 1 cm kvadrat bo'lardi. Bunisi ham 1 cm kvadrat, bunisi ham 1 cm kvadrat. Xo'sh, demak 3 ta 1ni qo'shamiz. 3 cm kvadrat. Demak, to'rtburchakning yuzi 3 cm kvadratga teng bo'ladi. 3-misolimiz ko'p sonli qo'shishni ko'paytirish bilan almashtiring, ifodalarning qiymatini hisoblang debdi. Xo'sh, demak bu yerda 1 qo'shuv 1 qo'shuv 1 qo'shuv 1 qo'shuv 1. Demak 5 ta 1ni qo'shyapti. Teng. Ko'paytirish bilan almashtirib, demak bu yerda qo'shiluvchi 1, qo'shiluvchilar soni 5 ta. Demak 1 ni 5 ga ko'paytirsak yoki 5 ni 1 ga ko'paytirsak ham natija shunday chiqadi. 1 kara 5 degani 5 ta 1 ni o'zini o'ziga qo'sh yoki 5 ta 1 ni bitta 5 ni qo'sh. Demak bitta 5. Mana. Demak natijamiz 5 ekan. Xo'sh, bu 1 2 3 4 5 6 7. Demak 1 bu qo'shiluvchi 7 ta bor. Shuni 7 ni 1 ga ko'paytirish. 1 kara 7 degani 7 ta 1 ni bir-birovga qo'sh. 7 kara 1 degani bitta 7 ni o'zini o'ziga qo'sh. Demak bitta 7 o'zi bitta 7 7 ga teng. Xo'sh, bu 1 kara 3 yoki 3 kara 1 3. Bunisi 1 kara 4 yoki 4 kara 1 4. Xo'sh, ana endi sonni 1 ga ko'paytirganda aynan o'sha sonning o'zi hosil bo'ladi. Masalan, a ko'paytirilgan 1, 1 ko'paytirilgan a teng 1 ga. Xo'sh, mana bu yuqoridagi misolimizda ko'rib chiqdik. 5 ta 1 ni bir-birovga qo'shsak ham 5 chiqadi. Bitta 5 ni o'ziga qo'shsak ham 5 chiqadi. Masalan, 10 kara 1 degani yoki 10 ta 1 degani bu bitta 10 ni qo'sh. Demak 10 kara 1 degani bitta 10 bor degani. 10 kara 1 degani 10 ta 1 bor. Shularni qo'shib chiq deyapti. 4 5 6 7 8 9 10. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak natijamiz necha teng ekan? 10 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, yoki 30 kara 1 ham yoki 1 kara 30 ham javobi necha chiqadi? 30 chiqadi. Xo'sh, 99 kara 1 yoki 1 kara 99 ning javobi ham 99 chiqadi. Xulosa qilamiz. Har qanday ixtiyoriy sonni 1 ga ko'paytirsak yoki 1 ni xohlagan songa ko'paytirsak, natijasi o'sha sonning o'zi kelib chiqadi. Mana a ni 1 ga ko'paytirsak 1 chiqadi yoki 1 ni a ga ko'paytirsak ham 1 chiqadi. Xohlagan sonimizni 1 ga ko'paytirsak, o'sha sonimizning o'zi kelib chiqadi. Demak, 4-misolimiz og'zaki hisoblang debdi. Biz yuqorida ko'rib o'tdik. Har qanday sonni 1 ga ko'paytirsak, o'sha sonning o'zi kelib chiqishini. Demak, 7 kara 1 teng 7 ga, 1 kara 3 3 ga, 8 kara 1 8 ga, 1 kara 9 9 ga. 5-misolimiz noma'lumning shunday qiymatini tanlangki, natijada to'g'ri tenglik hosil bo'lsin. Qanday sonni 1 ga ko'paytirsak 6 chiqadi? Albatta 6 ni. Xo'sh, 1 ni qanday songa ko'paytirsak 31 chiqadi?
Demak, bu sonimiz 31. T ni qanday songa ko'paytirsak, o'sha sonning o'zi kelib chiqadi. Demak, T'imizning qiymati 1 bo'lgan. 1 ni har qanday songa ko'paytirsak, o'sha son o'zi kelib chiqadi. Demak, 4-5 misolimiz ham 6-misolimizga navbat yetib keldi. Sinf soatida ayrim o'quvchilarga 9 ta turli davlat haqida ma'ruza tayyorlash topshirig'i berildi. Har bir ma'ruzachi bir davlat haqida gapiradi. Hammasi bo'lib necha kishi ma'ruza o'qiydi? Demak, ayrim o'quvchilarga 9 ta turli davlat haqida ma'ruza tayyorlash buyurilgan ekan. Har bir ma'ruzachi bitta davlat haqida gapiradi. Demak, har bir o'quvchi bitta davlat haqida gapirsa, 9 ta turli davlat haqida 9 ta o'quvchi gapirishi mumkin. Chunki aytayapti, bitta davlatni ma'ruzasini bitta davlat haqida, demak, bitta davlat haqida bir kishi gapirishi mumkin. Bir kishi, ya'ni bir o'quvchi gapirishi mumkin. 9 ta davlat haqidagi ma'ruzani, demak, 9 ta davlat haqidagi ma'ruzani, demak, ma'ruzani 9 o'quvchi gapirib beradi. Demak, hammasi bo'lib 9 kishi ma'ruza o'qiydi. 7-misolimiz harflar o'rniga mos qiymatlarni qo'yib, qolgan ifodalarni qulay usul bilan hisoblang. Oxirgi ifodadan hozirgi kunda dunyoda nechta davlat mavjud ekanini bilib olish mumkin. Xo'sh, demak, mana shu ifodalarni qulay usul bilan hisoblaymiz. Oxirgi ifodadan hozirgi kunda dunyoda nechta davlat mavjud ekanini bilish mumkin. Demak, mana bu oxirgi ifodadan nechta davlat borligini bilishimiz mumkin ekan. Demak, birinchi A ni qiymati necha ekanligini topaylik. Demak, A teng ekan 47 qo'shuv 29 qo'shuv 53 qo'shuv 30. Demak, qulay usul bilan oldin 47 ga 53 ni qo'shamiz. 100 chiqadi. 30 ga 29 ni qo'shsak 59. Demak, A ni qiymati 159 ga teng ekan. Endi mana bu yerda xo'sh, B ni qiymatini topamiz. Mana bu yerdan topish mumkin. Bundan topa olmaymiz, chunki oldin bizga B kerak. Xo'sh, endi B ni qiymatini topamiz. B ni qiymatini topish uchun A ni qiymatini o'rniga aytib qo'yish kerak. 265 qo'shilgan A ni o'rniga 159 qo'yaman. 159 qo'shuv 41 qo'shuv 35 qo'shuv 19. Xo'sh, qulay usul 265 ga 35 ni qo'shamiz. Xo'sh, natijamiz 300 chiqadi. Qo'shuv 41 ga 19 ni qo'shsak 60 qo'shuv 159. Demak, 300 ga 60 360 qo'shuv 159. 0 ga 9 9, 6 ga 5 11 ni 1, 3 ga 1 4, 1 dildagi bilan 5. Demak, B ni qiymati 519. Endi D ni qiymatini topamiz. D ni qiymatini topish uchun B ni o'rniga keltirib qo'yish kerak. Demak, 519 dan ayirgin deyapti. 190 qo'shuv 127 ni. Xo'sh, demak, 519 ayru 190 ga 127 ni qo'shsak, xo'sh, 7 11 2 3 317. 9 dan 7 ni ayirsak 2. Xo'sh, 1 dan 1 ketsa 0, 5 dan 3 ketsa 2. Demak, D ni qiymati 202 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, D ni qiymatini aniqladik. Endi E ni qiymatini topamiz. E ni qiymati. Xo'sh, buning uchun bizga D kerak. D ni topdik. 756 ayru 256 qo'shuv 202. Xo'sh, qulay usul 756 dan oldin 256 ni ayirib, keyin chiqqan natijadan 202 ni ayirsak ham bo'ladi.
chunki ikkalasini yig'indisini bundan ayirib yuboring deyapti-da. Demak, bitta ayirsak ham bo'ladi. 756 dan 256 ketsa, demak 500 ayiramiz 202 ni. Demak, 10 dan 2 ketsa 8, 9, 4 dan 2 ketsa 2, 298. E ni qiymati kelib chiqdi. Endi F ni qiymatini topamiz. Demak, F ni qiymatini topamiz. E 298 qo'shuv 364 ayru 144. Xo'sh, 364 dan oldin 144 ni ayirib, keyin 298 ni qo'shsak ham bir xil natija chiqadi. 4 dan 4 0, 6 dan 4 2, 3 dan 1 2. Xo'sh, qo'shamiz 298 ni. Xo'sh, 8, 11, 4, 5. 518. F ni qiymati kelib chiqdi. Demak, oxirgi G ni qiymatini topish uchun 530 ga qo'shamiz 174 ni, ayiramiz 518 ni. Xo'sh, qo'shamiz. 530 ga 174 ni qo'shsak, demak 0 ga 4 4, 3 ga 7 10 0, 5 ga 1 6, 1 dildagi bilan 7, ayiramiz 518 ni. Xo'sh, 14 dan 8 ketsa 6, 9 dan 1 ketsa 8, 6 qoldi, 6 dan 5 ketsa 1. Demak, G ni qiymati 186. Xo'sh, aytyapti, oxirgi ifodadan hozirgi kunda dunyoda nechta davlat mavjud ekanligini bilib olish mumkin. Demak, oxirgi ifodamizning qiymati 186 ta chiqdi. Demak, hozirgi kunda dunyoda 186 ta davlat mavjud ekan. Demak, 186 ta davlat mavjud ekan. 8-masala. 27-yanvarda o'qituvchi bir haftadan keyin sinfda davlatlar mavzusida ochiq dars bo'lishini e'lon qildi. Ochiq dars qaysi sanaga belgilangan? Demak, 27-yanvar kuni o'qituvchi e'lon qilgan. Demak, 27-yanvar kuni o'qituvchi davlatlar mavzusida ochiq dars bo'lishini e'lon qilgan o'quvchilarga. Demak, ochiq dars qaysi sanaga belgilanishini toping degan. Xo'sh, bir haftamiz, demak, bir haftamiz 7 kundan iborat ekanligini barchamiz bilamiz. Demak, 27 ga 7 ni qo'shsak ham bo'ladi yoki bir boshdan yozib chiqamiz. 27, 28, 29, 30, 31. Yanvar 31 dan qaytganligi uchun, demak, 1. Xo'sh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana bu 7. Demak, xo'sh, ochiq dars 2-fevral sanasida belgilangan ekan. Chunki mana 27 birinchi kun, 28 ikkinchi kun, 29 uchinchi kun, 30 to'rtinchi kun, 31 beshinchi kun. Xo'sh, birinchi sana 6-chi kun. Xo'sh, 7-chi kun ikkinchi sana. Demak, 7 kun o'tdi. Demak, 3-fevralda, demak, 3-fevralda ochiq dars bo'lar. Demak, 3-fevralda ochiq dars qo'yilar ekan. Demak, qaysi sanada belgilangan desa, 3-fevralda deb javob berishingiz. Demak, 9-misolimiz taqqoslang debdi. 5 kara 1. Biz bilamizki, sonni har qanday sonni 1 ga ko'paytirsak, o'zi kelib chiqadi. 1 kara 6 6. Demak, 6 katta. 3 kara 1 3, 1 kara 8 8. Demak, 8 katta. 1 kara 7 7, 2 kara 1 2. Bunda 2 katta. Mana taqqoslash amalini bajardik.
Xo'sh, 'ninchisi, Yevropada bu davlatni Yegipet deb atashadi. Hisoblang va shu davlat fuqarolarining o'zlari o'z davlatlarini qanday atashlarini bilib oling debdi. Xo'sh, demak, shuni hisoblaymiz. Birinchisi A'siga 586 qo'shuv 37 qo'shuv 114 qo'shuv 63. Demak, qulay usul 37 bilan oldim 63 ni, 586 bilan 114 ni qo'shamiz. 586 ga 114 ni qo'ysak 700. Xo'sh, 37 ga 63 ni qo'ysak 100. Demak, buning natijasi 800. Xo'sh, ikkinchisi 760 ayrilgan 160 qo'shuv 202. Xo'sh, o'quvchilar, qulay usul 760 dan oldin 160 ni ayirib, natijadan 202 ni ayirsak ham xuddi o'sha natijaga erishamiz. 760 dan 160 ketsa, demak javobimiz 600. Ayiramiz 202 ni. Bunda demak, xo'sh, 10 dan 2 ketsa 8, 9 dan 0 ketsa 9, 5 dan 2 ketsa 3. 398. Demak, 398 ga I harfi 4 kelar ekan. Uchinchi misolimiz 478 qo'shuv 228 ayrilgan 278. Xo'sh, ana endi oldin 478 dan 278 ni ayirib va 228 ni qo'shsak ham bir xil natija chiqadi. Xo'sh, bundan buni ayirsak 200, qo'shamiz 278 ni. Demak, 478. To'rtinchi misolimiz 478 bu yerda yo'q, demak O harfi kerak emas ekan. 173 qo'shuv 89 qo'shuv 11 qo'shuv 27. Xo'sh, 173 ga 27 ni qo'ysak 200, 89 ga 11 ni qo'ysak 100, 300. Demak, bu yerda M harfi ekan. Beshinchi misol 845 ayrilgan qavs ichida 329 qo'shuv 445. Demak, bunda 845 dan oldin 445 ni ayirib, keyin chiqqan natijadan 329 ni ayirib yuborsak ham bir xil natija chiqadi. 845 dan 445 ni ayirsak 400, ayiramiz 329 ni. Xo'sh, 10 dan 9 ketsa 1, 9 dan 2 ketsa 7, bu yerda 3 qoldi, 3 dan 3 ketsa 0. Demak, 71. 71, demak bunga R harfi 4 kelar ekan. Oltinchi misolimiz 139 qo'shuv 656 ayiruv 556. Demak, bunda 656 dan oldin 556 ni ayirib, chiqqan natijaga 139 ni qo'shsak ham bo'ladi. Xo'sh, 656 dan 556 ketsa 100, shunga 139 ni qo'shamiz 239. Demak, bu yerda C. Mana o'sha davlatning nomi kelib chiqdi. Xo'sh, fuqarolar o'zlari o'z davlatlarini Misr deb atashar ekan. Demak, Yevropada bu davlatni Yegipet deb atashadi. Demak, fuqarolar esa o'zlarini Misr davlati deb atashar ekan. Xo'sh, mavzumizning oxirgi masalasi, demak, shu bilan bu mavzumiz nihoyasiga yetadi. 11-masala. Viktorinada Akbar 18 ta davlatni topdi. Bu Doniyor topganidan 13 ta ko'p va Ibrohim topganidan esa 4 ta kam. Har bir bola nechta davlatni topgan? Demak, viktorina bo'layotgan ekan. Shunda Akbar 18 ta davlatni topdi. Xo'sh, Doniyor, ya'ni 3 ta bola davlat nomlarini aytishga musobaqa qilishgan.
Akbar 18 ta topgan. Doniyor esa xo'sh, noma'lum, ammo Akbar topganidan xo'sh, Akbar 18 ta topdi deyapti. Bu Doniyor topganidan 13 ta ko'p. Demak, Doniyor Akbarni topgandan 13 ta kam topgan. Demak, 13 ta kam. Kimdan? Akbardan. Xo'sh, nima uchun bu yerda ko'p yozilgan? Men kam deyapman, chunki bu yerda aytyapti. Akbar 18 ta topgan bo'lsa, bu, ya'ni Akbarni topgani Doniyor topganidan 13 ta ko'p. Demak, Doniyor Akbarga nisbatan 13 ta kam topgan. Xo'sh, endi Ibrohim, demak, Ibrohim noma'lum uniki ham. Xo'sh, aytyapti. Ibrohim topganidan esa Akbarni topgani 4 ta kam. Demak, Ibrohimni topgandan Akbar 4 ta kam topgan bo'lsa, demak, Ibrohim 4 ta ko'p topgan. 4 ta ko'p. Kimdan? Akbardan. Xo'sh, har bir bola nechta davlatni topgan? Demak, har bir bola nechta davlat topganligini topish uchun, demak, Akbar o'zi ma'lum. Akbar 18 ta topgan. Xo'sh, Doniyor nechta topganligini topish uchun 18 dan ayiramiz 13 ni. Demak, 5. Demak, Doniyor 5 ta topgan. Xo'sh, Ibrohim esa 4 ta ko'p. Demak, 18 ga qo'shamiz 4 ni. 22. Demak, Ibrohim 22 ta davlat nomini topgan ekan. Demak, shu 3 ta bola ichidan eng ko'p Ibrohim, keyin Akbar, oxirida esa Doniyor davlat nomlarini topishgan bo'ladi.